Bolam, ehson va sadaqa qilishlik savobli amaldir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sadaqa Alloh taoloning g'azabini o'chiradi deganlar. Shuningdek, sadaqa xatoni o'chiradi, kishini do'zaxga tushishdan asrab qoladi. Sadaqa qiluvchi odam qiyomat kunida sadaqasining soyasida bo'ladi. Sadaqa inson tanasidagi kasalliklarga davo bo'ladi. Sadaqa bir qancha baloyi ofatlarni daf qiladi. Sadaqa sohibini har kuni bir farishta uning bergan narsasini to'ldirishini so'rab duo qiladi. Sadaqa molingizdan hech narsani kamaytirmaydi, aksincha baraka keltiradi. Sadaqa bu bir cho'ntagingizdan olib, ikkinchi cho'ntagingizga 1000 barobar qilib solishdir. Savob uchun ushbu videoni ehson qilishni sevuvchi yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.